Farg'onada ayolni urgani iddio qilingan ichki ishlar xodimlari hali ham ishidami? 34 yoshli Gulira'no Qosimova uni Furqat tuman ichki ishlar xodimlari yechintirishgani, urib tepishgani va videoga olishganini aytib chiqqandi. Ular meni urib, sohib ichimga tizzasi bilan tepdi, yani qornimga, oshqozon qismimga tepdi. 15-20 sekund nafas ololmay qoldim. Payshanba kuni Furqat tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va uning o'rinbosari ustidan sud boshlandi. Lekin ularga qo'yilgan bironta ayblov 110-modda, ya'ni qiynash bo'yicha emas. Jabrlanuvchi tilga olgan Sohib, Tohir, Yusuf, Azam, Dilshod g'ayratlarcha. Ular hanuz lavozimlarida, deydi ayol. Men sizga oxirgi vaqtda xavfsizlik idoralaridan ma'lumot olish naqadar qiyin ekanini ko'rsatmoqchiman. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux G'iyosov Telegramda savollarimizga javob bermay qo'ygan. Unga yozsangiz endi mana bunday narsa chiqadi. Siz uning kontaktlarida emassiz. Oxirgi marta bizga 7-fevralda javob bergan ekanlar. Hayron turgan Kung Fu Panda gifi bilan. SMSlarimiz ham javobsiz qolyapti. Bosh prokuratura voizi Hayot Shamsiddinov ham iyuldan beri bizga javob yozmay qo'ygandi, lekin oxirgi savolimizga kechagi sud haqidagi rasmiy ma'lumotni yubordi. Lekin aynan qiynoq qo'llagan xodimlar sudga tortilmayotgani bo'yicha javob yo'q. Telefon qilib ko'ramiz. Kechirasiz, terilgan raqam xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Demak, aftidan buyruq berishda ayblangan boshliq va o'rinbosar sudda. Lekin aynan ayolni urgani da'vo qilinganlar sudda emas. Mantiqan va qonunan ular ham sud qilinishi kerak emasmi? Ayni damda internetda Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Azizbek Ikromovni ulug'lash postlari ko'payib ketdi. Uning o'zi ham chiqish qilib viloyatda erishilgan yutuqlarni gapirdi. Lekin Gulira'no Qosimova ishini hatto birrov tilga olmadi. Yana bir marta so'raymiz. Nega ayolni yechintirgani va vahshiylarcha urgani da'vo qilingan xodimlar sudga tortilmayapti? Ular tergov qilindimi?